Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun Axborot kutubxona markazi va 7+ Academy o'quv markazi hamkorligida bugunning qahramoni loyihasi ostida ilm-fan, zamonaviy kasb-hunar egalari, fan olimpiada g'oliblari bilan kichik uchrashuv tashkil etdik. Ushbu uchrashuvni 7+ Academy'da suratga oldik. Uchrashuvda yosh bo'lishiga qaramasdan yuqori natijalarga erishgan, g'olibliklarni qo'lga kiritgan o'quvchilar hamda o'qituvchilar Dilshod Xolmurodov. Assalomu alaykum. Dilshod Xolmurodov bugungi kunda o'quvchilarga dars berib keladilar. Sizga beradigan birinchi savolim: ingliz tili faniga qiziqishingiz qachondan uyg'ongan? Til o'rganish jarayonida qiyinchiliklarga duch kelmaganmisiz? Ilm-fanda erishgan yutuqlaringiz? Ingliz tilini qiziqishim juda ham qiziq bo'lgan. Boshlang'ich sinflarda o'qiyotganimda, adashmasam 4-sinflarda yoki 5-sinf bo'lishi mumkin. Xullas kichkinaligimda ikkita til o'tlari asosan ingliz tili va rus tili. Rus tili o'qituvchimiz juda ham yomon edi, asabiy edi. Yoshi ham juda ham katta bo'lgani uchun ko'p narsani tushunmasdi. Ko'p kaltak yerdim. Lekin ingliz tili o'qituvchim juda ham quvnoq, o'yinlar o'ynatadi. Keyin qo'shiqlar qo'yib beradi. Shunaqa bir qiziq bo'lgani uchun ingliz tilini o'qishni boshlaganman. O'qituvchi sizni o'ziga jalb qila olgan. O'qituvchi deb. Agar bo'lmasa hozir bilmadim, qachondir kechroq boshlagan bo'lishim mumkin edi. Endi shu ingliz tili fanida erishgan yutuqlaringiz? Birinchi yutug'im sertifikatim IELTS oral 7 olganman va umumiy yutuq deb aytgan bo'lardim. Hozir men shunchaki O'zbekiston fuqarosi emas, global citizen, ya'ni global fuqaroman deb ayta olaman. Chunki bilamiz, internetdagi ma'lumotlar 90% dan yuqorisi ingliz tilida va xohlagan narsamni o'rgana olaman bu til orqali. Asosiy yutuqim shu. Agar material yutuqlarga qarasak, eslasam 8-sinfda olimpiada yutganman, o'shanda 5 nol berishgan. Bu yutuqlarga erishishingiz o'zingizga yoqadimi? Qanaqa taassurot patab qoladi yutuqlarga erishishingiz? Yutuqqa erishganingizda qanaqa xursandchiliklarga ega bo'lasiz? Yutuqqa erishganda hayajon bo'ladi har doim ham. O'zi qanaqa yutuq bo'lsa ham, kichkinami, kattami, maza beradi baribir ham. O'shaning uchun yutuqni qanaqaligiga qaramay, lekin hammasiga birdek maza qilaman. O'qishni yakunlab shunday yutuqlarga erishaman deb o'ylaganmidingiz? Kutganman, har doim eng yuqorisini kutaman. Chunki o'zimga ishonaman, mehnat qilyapmanmi, baribir rohatini ertami kechmi ko'rishim kerak. Mana shu katta yutuqlarga erishganingizda siz yutuqlaringizga hissa qo'shgan ustozlaringizga ta'rif bering. Yutuqlarim juda katta emas-ku, lekin ustozlarim juda ham katta. Qasr ma'noda. Birinchi o'rinda ikkita o'qituvchimni eslamoqchiman. Birinchisi Asadbek ustoz, ikkinchisi Farhod ustoz. Ular aka-uka. Bular juda ham kreativ va sense of humor, ya'ni yumor hissi juda ham zo'r bo'lgani uchun juda ham zo'r kelishib ketganmiz va qarabsizki, shunaqa natijalar. O'quvchilar bilan ishlash sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Qiyinchilik tug'diradi deb o'ylagandim boshida, boshlashdan oldin. Lekin hozir ko'ryapmanki, juda ham maza. Ularga yordam berish, o'zi odam yordam bergandan keyin maza qiladi-ku, yaxshi odamlar. O'quvchilar har xilda, hech kim bir-biriga o'xshamaydi. O'shaning uchun ham darslar juda ham qiziq. Sizdan juda ham maroqli suhbat o'tkazdik. Yana bitta savolim: kelajakda siz qanday orzular qilasiz? Qanday yutuqlarga erishishni xohlaysiz? Qanday natijalar ko'rishni xohlaysiz? Erishgan yutug'imni aytib o'tib ketay. Ingliz tilidan keyin universitetlarga topshirganman. Hozircha AQShning 4 ta nufuzli universitetlariga qabul qilindim va kelajakdagi orzuyim shu universitetlarda o'qishni boshlash. Sizga rahmat. Kelajakda juda ham katta yutuqlarga erishishingizni tilakdoshmiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Bo'ldi, futbol. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun Axborot kutubxona markazi
va 7+ Academy o'quv markazi bilan hamkorlikda bugunning qahramonlari loyihasi ostida ilm-fan, zamonaviy kasb-hunar egalari, fan olimpiada g'oliblari bilan kichik uchrashuv tashkil etdik. Ushbu uchrashuvni 7+ Academy'da suratga oldik. Uchrashuvda yosh bo'lishiga qaramasdan ilm-fanda yuqori natijalarga erishgan, g'olibliklarni qo'lga kiritgan o'quvchi hamda o'qituvchi Firdavs Sobirov. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Firdavs Sobirov. Men 7+ Akademiyada hozir o'qituvchi bo'lib ishlayman. Undan oldin esa o'quvchi bo'lganman. 1,5 yil ichida IELTS'dan 8 natijasi qo'lga olganman va bundan tashqari yana ko'p natijalarga erishganman. Masalan, tuman bo'yicha viloyatda 2 marta qatnashganman, g'olib bo'lganman va viloyat olimpiadalariga chiqib faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritganman. Mana shu ingliz tiliga qiziqish jarayoni sizdan qachondan boshlangan va til o'rganish jarayonlarida qiyinchiliklarga duch kelmaganmisiz? Qiyinchiliklar bo'lgan. Kelishda ham, uni xohishda ham muammolar bo'lgan. Kelishdan oldin ingliz tili o'z fanlar o'rganishga. Bu yoqqa kelgandan keyin ingliz tili faqat qiyin, ya'ni o'rganishga majbur bo'lgan grammatika qoidalari bilan odamni ezib yuboradigan narsa emas. Qanaqa umumiy til o'rganib, katta eshiklar ochiladigan va hattoki o'rganish shunaqa qiyin bo'lmagan narsalarni ko'rsatgan o'qituvchilar bo'lgani uchun undan keyin qiziqishim boshlangan o'quv markaziga kelgandan keyin. Mana shu ingliz tilini siz o'qib yakunlaganingizdan keyin shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritaman deb o'ylaganmisiz? Ha, o'zi albatta har doim o'zimga ishonchlarim katta bo'lgan, o'zimga qo'ygan umidim katta bo'lgan va oldin intervyulardan so'rashgan bo'lsa ham, odamlar so'rashgan bo'lsa ham, IELTS topshirishimdan oldin necha ball olmoqchisan deganda, IELTS 8 olaman deb bemalol aytganman. Atrofimdagilar aytishgan bo'lsa ham, yo'q unaqa katta qo'yma, san 7,5 juda ham ajoyib natijaga erishgan bo'lsa ham, men 8 olishim kerak deganman va Xudoga shukr o'sha natijaga erishganman. Sizni shunday yutuqlar, natijalarga erishishingizda o'zini hissasini qo'shgan o'qituvchilaringizga ta'rif bering. Avvalo birinchi va General English o'qitgan odam Asadbek Habibullayev bo'lgan. Asadbekga o'z ingliz tiliga qiziqib berishimni asosiy odam bo'lgan. IELTS o'tganimdan keyin Farhod Murodov o'tishni boshlagan. Farhod aka keyin ingliz tiliga qiziqish emas, ingliz tilini yaxshiroq o'rganish va IELTSga tayyorlaganman. Ta'riflasam, ikkalasi ham juda ajoyib o'qituvchilar. Meni eng istiqbolli o'qituvchilarim desam bo'ladi. Hozirgi kunda Bo'ka tumanining qaysi maktabida o'qiysiz? Bo'ka tumanidagi 3-maktabda o'qiyman. Sizga qiyinchilik tug'dirmagan ham o'qib, ham bitta dars berib ishlash? Yo'q, unaqa qiyinchilik yo'q. Dars faqat 2 soat bo'ladi kunda va maktabdan kelgandan keyin ozgina dam olib turib ketishga ancha vaqt yetadi. Sizga havasim kelyapti to'g'risi. Mana siz hozir kelajakda baribir hamma o'ziga yarasha orzulari bo'ladi, niyatlari bo'ladi, oldiga qo'ygan katta maqsadlar bo'ladi. Sizda ham shunday orzularingiz, maqsadlaringiz bo'lsa, qanday maqsadlaringiz bor? Maqsadlarim ko'p. Hammasini hozir ayta olmayman, lekin eng katta maqsadim hozir yuqori o'qishga kirish, ya'ni qanaqa dunyodagi top 100 talik universitetlardan bittasiga kirish va ular O'zbekistonda emas, shuning uchun chetga chiqib, chetdagi bir yaxshiroq o'qishga kirib, o'sha yerdan yaxshiroq odam bo'lib chiqish maqsadim. Barcha tilaklaringizga erishing. Sizga omad hayotda. Rahmat. Rahmat.